Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun yolg'onchilik psixikasi degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi mushu yolg'onchilikningki psixika asosi, ya'ni uningki sabablari, insonlar nima uchun yolg'on so'zlaydiganligi, yolg'on so'zlaganda qandaq ifodalar bo'ladiganligi to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinglər leksiyanın təfsilatında bo'lsin. Yolg'onchilik insonlar orasidagi ijtimoiy aloqa va ijtimoiy qilmishning bir qismi bo'lib, u yolg'on ekanligi aniq bo'lgan voqelikni boshqalarga rost deb so'zlashni ko'rsatadi. Yolg'onchilik insonlarning rohatparastlik tabiatidan paydo bo'lgan bo'lib, u vaqtincha bo'lsa-mu insonlarning azobdan saqlanishi va xushallikni oshirishi uchun xizmat qildi. İnsanlar yalğız shaxsiy manfaati uchunla emas, balki boshqalar uchunmi yolg'on so'zlashni tanlashi, ya'ni insonlar o'ziga ziyon yetkazishdan saqlanish va boshqalarga azor berishdan saqlanish uchun yolg'on so'zlashi mumkin. Shunga yolg'onchilikning oqibati ham salbiy ham ijobiy bo'lishi mumkin. Undaqda insonlar nima uchun yolg'on so'zlaydi? Yolg'onchilik mudofaa mexanizmining bir qismi bo'lib, u vaqtliq bo'lsa-mu passiv va ojiz o'ringa tushib qilishning oldini olish uchun xizmat qiladi. İnsanlar mavjud qiyin vaziyatni vaqtliq kontrol qilib, duch kelgan masalani yaxshi bir taraf qilishga vaqt qozonishi uchun yolg'on so'zlaydi. İnsanlarning yolg'on so'zlashidagi asosli sabab o'zini to'van ko'rish bo'lib, insonlar boshqalarni ta'sirlantirish yoki boshqalarga yaxshi ta'sir qoldirish, boshqalarni xush qilish va o'zlarini boshqalar anglashni xohlaydi deb qaragan narsalarni boshqalarga aytish uchun yolg'on so'zlaydi. Mana bu yolg'on so'zlashningki sabablari, ya'ni psixikalik asosi. Yuqorqisi insonlarning yolg'on so'zlashininki psixikalik asosi ekan, undaqda insonlar yolg'on so'zlashining konkret sabablari nimalardan iborat degan vaqtida, birinchisi o'zini qo'g'dash uchun yolg'on so'zlashi mumkin. Ikkinchisi boshqalarga ziyonkashlik qilish uchun yolg'on so'zlashi mumkin. Uchinchisi boshqalarni mayuslantirmaslik, umidsizlantirmaslik uchun yolg'on so'zlashi mumkin. To'rtinchisi boshqalarni kontrol qilish uchun yolg'on so'zlashi mumkin. Beshinchisi boshqalardan qo'rqqanligi uchun yolg'on so'zlashi mumkin. Ya'ni andish qilgan va qo'rqqanlik uchun yolg'on so'zlashi mumkin. Oltinchisi boshqalarning diqqatini tortish uchun yolg'on so'zlashi mumkin. Yettinchisi boshqalarni ahmoq qilish, ko'ngil ichish uchun yolg'on so'zlashi mumkin. Sakkizinchisi o'zini maqtash, o'zini cho'ng ko'rsatish uchun yolg'on so'zlashi mumkin. To'qqizinchisi ovarchilikdan va ziyon tortishdan saqlanish uchun yolg'on so'zlashi mumkin. 10-si sir tutish yoki haqiqiy ahvolni yoshirish uchun yolg'on so'zlashi mumkin. Masalan, oilasida birisi rakka o'xshash ig'ir kasal bo'lib qolgan vaqtida yoki oilasida birisi o'lib qolgan va u o'lim xabar qarshi tarafga ig'ir ta'sir ko'rsatish ehtimoli bo'lgan vaqtida u o'lim xabarini vaqtincha yoshirishi va uning o'rniga yolg'on so'zlashi mumkin. 11-si o'z mas'uliyatidan qachish uchun yolg'on so'zlashi mumkin. 12-si boshqalarni asrash va qo'g'dash uchun yolg'on so'zlash mumkin. 13-si yolg'on so'zlashga odatlanib qolgani uchun yolg'on so'zlashi mumkin. 14-si boshqalarning yizdoshligini qo'zg'ash uchun yolg'on so'zlashi mumkin. 15-si o'zi yaxshi ko'rmagan
reallikni inkor qilish uchun yolg'on so'zlashi mumkin. 16-si mavjud masalani kichikiltish yoki cho'ngaytish uchun yolg'on so'zlashi mumkin. Mana bular insonlarning yolg'on so'zlashidagi ko'p uchraydigan sabablar bo'lib, balkim konkret o'xshamagan insonlarning, ya'ni buning sirtida konkret sabablari bo'lishi mumkin. Umuman qilib aytgan vaqtida insonlarningki yolg'on so'zlashi ko'p xil omillar bilan munosabatlik. Undaqda insonlar yolg'on so'zlagan vaqtida qandaq chiroyda yoki so'z harakatlarida qandaq ifodalar ko'rildi, ya'ni boshqalarning yolg'on so'zlaganligini biz qandaq bilalaymiz, uning konkret ifodalari nima degan vaqtida yolg'onchininki quyruqi bir tutam degandek insonlar yolg'on so'zlaganda garchi men yolg'on so'zlayapman demisimi, uning so'z harakat ifodalarida ba'zi alomatlar uning yolg'on so'zlayotganligini bildirishi mumkin. Birinchisi, insonlar yolg'on so'zlagan vaqtida boshqalarni ishontirish istagi bak kuchli bo'lganligi uchun ko'p tushuncha berishi va munosabatsiz uchurlarni o'tirg'a qo'yishi mumkin. Ya'ni o'g'ir gumonxo'r keldi degandagidek, bu yolg'on so'zlagan odam boshqalarning ishonmasligidan andisha qilib, ortiqcha tushuncha berishi va ehtiyoj bo'lmagan ba'zi uchurlarni o'tirg'a tashlashi mumkin. Ikkinchisi, degan so'zlarining oldi-keyni bir-biriga tutmasligi mumkin. Uchinchisi, ba'zi konkret va inchikka uchurlarni berolmasligi mumkin. Ya'ni ba'zilar shu ahvoldan xabar bo'lgan ba'zi insonlar ba'zi konkret ahvolni so'ragan vaqtida uningga javob berolmasligi mumkin. To'rtinchisi, ko'z harakati benormal, chiroyida g'alatilik bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa o'z ichida yolg'on so'zlaganligidan andish qilganlik uchun ba'zi ko'z harakatlarida uning yolg'onchiligi ifodalanib qilishi mumkin. 5-si, yolg'on kulimsirishi yoki o'zini zo'r tutishi mumkin. Ya'ni o'zini ba'zi ishlarga majburlashi mumkin. 6-si, sezgirligi yuqori bo'lishi va o'zini qo'g'dashga bak kuchab ketishi mumkin. 7-si, yuqori ovozda so'zlashi mumkin. Ya'ni o'zining to'g'riligini isbotlash uchun ovozni yuqorilatishi yoki boshqalarning o'ziga ishonmasligidan andish qilib yuqori ovozda so'zlashi mumkin. 8-si, so'zlayotib to'xtab qilishi yoki ikkilanishi mumkin. 9-si, so'zni ko'p qatim takrorlashi mumkin. 10-si, jumlasi to'liq bo'lmasligi mumkin. 11-si, havo bak issiq bo'lmasimi oson terlab ketishi mumkin. 12-si, hamma narsani oqlashga ziyoda tirishchanlik ko'rsatishi mumkin. 13-si, so'ralgan savollarni qaytilishi mumkin. 14-si, chiroyi o'zgarishi mumkin. 5-si, nafas olish surati va yurak soqishi o'zgarishi va yoki tezlashib ketishi mumkin. Mana bular yolg'on so'zlagan odamlarda bo'ladigan o'xshamagan alomatlar. Albatta, yolg'onchilikqa pishib ketgan, ya'ni tug'ma yolg'onchilarda bu xildagi alomatlar ko'rilishi notayin, ya'ni ular yolg'onchilikqa nihoyatda qodir bo'lganligi uchun ularning chiroyi va so'z harakatida hech qanday andisha o'liqish ifodalanmasligi mumkin. Yolg'on so'zlash xato so'zlashdan tub farqli bo'lib, xato so'zlaguvchi bilmaslikdan yoki o'zini biladigan hisoblaganlikdan xato so'zlasa, yolg'on so'zlaguvchi so'zlamoqchi bo'lgan mazmunning xato ekanligini bilib turib xato so'zlaydi. Shunga yolg'on so'zlaguvchi bilan xato so'zlaguvchiga muomala qilgan vaqtida ularga farqli muomala qilish kerak. Yolg'on so'zlash hem mecburi qalğanlıqdan bo'lishi mumkin, hem
ko'nib qolgan odatdan bo'lishi mumkin. Agar yolg'on so'zlashga odatlanib qolganlikdan yolg'on so'zlaydigan bo'lsa, ya'ni yolg'onchilikqa xumor bo'lib qolganlikdan yolg'on so'zlaydigan bo'lsa, u bir xil psixikadagi benormallik, ya'ni psixikalik kasallik bo'lib, uningdan qutulish uchun psixika doktorga ko'rinib, sistemalik davolash ilib berishga to'g'ri keladi. Undan boshqa yolg'on so'zlashlarni tarbiyalash orqali, ya'ni yolg'on so'zlashning ziyni to'g'risida tushuncha berish, tarbiya berish orqali ularni yolg'on so'zlashdan yondirish mumkin. Ammo men yuqorida deb o'tgandagidek, bu yolg'on so'zlash shu odamninki qiniga singib ketgan, ya'ni odatlanib ketgan yolg'onchilik bo'lsa, bu bir xil psixikalik benormallik bo'lganligi uchun uningdan qutulish uchun cho'qim psixika doktorga ko'rinib, sistemalik davolashga to'g'ri keldi. Bugungi bu yolg'onchilik psixikasi to'g'risidagi qisqa leksiyani mishada to'xtatmoqchi, oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'pdan-ko'p rahmat. Alloh hammamizga aql, farosat va axloq ato qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr-xush. Xudoga omonat.